Hürmetli do'stlar, biz bu haqda hammalar tunuşup bo'lgan Adil Abdulg'afur akamiz, ya'ni İstanbulda biz necha qatimlagan, necha o'nlagan programmamizda diqqatinglarda nayt yaxshi o'ziniki Xitoyning zulmlarini necha 10 yillab Xitoy turmasida yetib, Xitoyning zulmini tatib chiqqan va Turkiyaga chiqqandan keyin bu Sharq Turkiston da'vosi uchun harakat etib berayotgan Adil Abdulg'afur akamiz bilan suhbat elib boramiz. O'zi hozir kameramizda bizim suhbatimizni qabul qildi. Men sualni boshlayman. Shu hurmatli Adil Abdulg'afur aka, hamda sizlarga ma'lum, biz sizlar bilan nurg'un qatim suhbatlarimizda vatanimizda bo'lib elib berilayotgan Xitoy tajovuzchilarining zulmi haqida nurg'un suhbatlarni elib bordik. Hamda albatta Ürümçi vatanimizning boshqa shaharlariga nisbatan kengaychilik edamdi burun. Hamda hozir bir qancha yilning ichida nihoyatda kuchaygan bo'lsa-mu, burun nihoyatda kengaychilik nurg'un jihatlarda boshqa shaharlarga nisbatan kengaychilik edi. Hamda hozir biz yaqinda yangidan egallagan ma'lumotlarimizga ko'ra hozir Ürümçide yaşayotgan, hatta Ürümçidagi bir yerda turayotgan boshqa janubdan yoki shimoldan kelgan Uyg'urlarla emas, balki shu Ürümçide yerlik bo'lgan idora jamiyatda shu Xitoylar ishlayotgan, Xitoy idora jamiyatlarida ishlaydigan shu ishchi xizmatchilar va ziyolilarni hozir chorlashning nihoyatda kuchaytirilayotganligi, ularning har kuni shu mahalladagi mahalla boshqarmalaridan uylariga kelib kim bor kim yo'q, dadan keldimi, akan keldimi, kelmagan bo'lsa, masalan, nimishqa hozirgacha kelmadi, nima ketdi deb bundoq butunlay buni so'rab dokulat elib bundoq tekshirayotganligi nihoyat aniq ma'lumotga ega bo'lgan bu haqda. Bunga qanday qaraylamdi? Mushu darajaga yetganligiga. Bugün Sharq Turkistondagi markaziy shahar Ürümçi shahri hamda bugungi zamonda şu Uyg'urlarning asosan umuman siyosiy, iqtisodiy markaz bo'lib qolganlik. Yandagi Ürümçi shahridagi %60-70% nüfus asosan Qashqarni markaz qilgan, Qashqar, Xotan, Aqsu asosan junub vatanimizning junub tarafidan berib, shu 40 yil, 1 yillardan beri shu junubdan berib o'tiraqlashgan xalqni tashkil topadi endi. Ammo shimoldan kelganlarning ayt az. Shunga asosan butun Xitoyning tinimsizligi ko'tarilayotgan bizning Xitoyga qarshi butun mujodil harakatlarimiz, butun qarshilikning hammasi asosan Ürümçini markaz qilib qo'ydik shu mumkin endi. Shu Xitoy Ürümçidagi odamlarni bu Ürümçide ikki xil cho'ng nüfus var. Birinchisi yaqindan kelib ko'chman bo'lib o'tiraqliq hamda vaqtlik nüfus bilan. Ikkinchidan hamda uzundan beri yerleşken, asasen köp şu Sharq Turkistonning janubiy tarafidan kelgan qarindoshlarimiz. Endi mushuni shaharni biraz tarqaqlashtirib, Uyg'ursizlashtirish. Ya'ni shaharning Ürümçi Sharq Turkistonning tinchligini dunyoga e'lon qilish uchun Xitoy asosan Ürümçi ya Qashqarni asos markaz qildi endi. Shu Qashqarda bir xaz muqimlikni biraz o'tirg'a olib chiqish uchun Qashqarda Ürümçini muqimsizlik paydo qilish obyektlari bo'lgan qarindoshlarimizni ko'plab surgun qilib yo'tkab Ürümçinin bütün Sharq Turkistondagi markaz shahar bo'lgan Ürümçini tinchlik bir muqimlashgan, tinch bir shahar barpo qilish ashunda bir rangvozlik bilan xalqaro ayda to'ntib bu yerdaligida ishning bo'lmaganligini ayda uqtirmoqchi. Yanadagi Xitoyning Ürümçi shahrininki bo'lib shu Michigan, Shisen taraf deb qo'ydi Xitoychimda. G'arbiy tog' deb qo'yamiz, ondan janubiy tog' rayonlari deb qo'yamiz, ondan sharqiy tog' rayonlari deb qo'yamiz. Bu taraflarda ko'plab binolar, quruq binolar selingan. Hozir ko'p men aylandim o'sha vaqtida. Ichkirdan kelayotgan Xitoylar mesela yangi to'y qilib, ichkirdan ichkir o'lkalarni asos Sichuan, mushtarib kambag'al tarafdan markaz qilgan Xitoy o'lkalaridan yangidan to'y qilgan Xitoy o'g'il qizlari agar yangidan to'y qilib vatanga kelsa, biz Turkiston ko'chib o'tiraqlasa, ularga naq 500 ming Xitoy puli naq qulluq berdiganligi ve naq bir öyle ulanı tartıqlaydiganligi haqida. Shu Ürümçi kelib Sharq Turkiston kelib o'tiraqlasa, Xitoy mush uqtirishni 500 yildan beri aynan chiqirib yetilgan. Asosan Ürümçi shahrini Uyg'ursizlashtirish. Mush maqsad qilgan. Endi Uyg'urni Xitoyning ichida faqat Uyg'urni bu zamonda butkul yo'qotishni maqsad qildi endi, ammo endi bu tadrijiy g'oyish shunda bo'lib demak Ürümçini shunday muqim bir xalqaro bir o'rnak qilib destek qilib ko'rsatish uchun endi markaz shahar bo'lgandan keyin shunda bir rezil bir istekni bu Xitoy hozir shuni ijro qilib boshqachada. Men shunda qarayman bunga. Men bu yerda 1-2 yil turdim Ürümçide. Hozir ahvol ijtimoiy ahvol bu. Ha, endi yollanma saqchilar haqida qanday qaraylar? Yollanma saqchilar endi
Xitoy Urumchidagi shu 5-iyul voqeasidan yana Urumchida bo'lib atgan yaqindan bir shu Xitoy qarshi qildigan markaziy shahar bo'lib qildi Urumchimda. Endi Urumchi voqeasidan nurg'un qarindoshlarimizni tutib Xitoy shu chaqda so'roq qilganlik endi Urumchi shaharlikdan Urumchida o'sib tug'ilib cho'ng bo'lgan xalqlar kishi Uyg'urlar biroz madaniyat saviyasi yuqori hamda xalqaro va kishilik huquq degandek davlatning qonun ishki biladi. Endi biroz ahang saviyasi yuqori ularniki mayli islomiy mayli milliyatchilik ideyasi demdi. Shunga Xitoyning bu Türkistan'da bu kadar zulüm yürgüzüş siyaseti Urumchidagi yerlik saqchilar biraz Xitoyninki istiganda xizmat qilmoqlik. Masalan, qarindoshlarimizni urib so'qib so'roq qilish va ularga ig'ir tan jazosi berishda saqchilar bu ishni qilmoqlik. Nurg'un saqchilar xizmat tashlab, forman tashlab chiqib ketganlik. 8-10 saqchi jazo ijro qildi, bular qo'lga oldi. Sen bizga xizmat qilmading. Ana shundan biz janub tarafdan yoki Jiroq sahroyi qirlardan o'qimagan, bilimsiz nadan odamlarni namrat adamlarni huquqqa, pulga qiziqtirib ekilib, ona shunday ko'plab nadan adamlardan ayndaq bir odam, mashina adam deb Jiroqdan tizlikni mashina adam, turq odam, uning ong'i afsharga ong'i fikri allaqachon juvitilgan, g'alchidan boshqa narsa yo'q uning butun ruhiyatida. G'alchilik qilishdan o'z xalqiga, diniga, ummatga, vatanga sotqinlik, xoinlik qilishdan boshqa hech qanday başka bir manevi bunun bir narsa yo'q, manba yo'q uningda. Ham shunday odamni ko'chirib kelib Xitoy biroz buning natija ko'raylik. Ham dawo shel Zuzongtangning Yangzinshinning siyosatini bilimsiz, ilimsiz qavmni boshqarishning asan idora qilgan bo'lganligidagi bu siyosatni Xitoy menchang Gomindan kommunistlar bo'lsin, buni davom qilmoqlik tabiiy qadar. Endi sizga ma'lum shu bir qancha haftadan buyon shu ijtimoiy taraqqiy aloqa vositalarida 3 parcha bir surat oshkorlangandan keyin bu jiddiy g'ulg'ul qo'zg'adi. Inkaslar nihoyatda ko'p inkaslar bo'lyapti. Buningda shu Xitoy tajovuzchilarining hamda shu mayli vatanimizning qaysi shaharda bo'lsin, bir shaharda yana shu Xitoydan birasi yo biri amalda o'lgan bo'lishi mumkin bu yerda. Shu o'lgan shu Xitoyning namoziga, ya'ni jinosiga, shu dafnasiga hamda Uyg'urlarning mayli bu bizning mayli dinimiz bilan bo'lsin, mayli urf-odat jihatdan bo'lsin, hech qanday jihatda yaqindan yiroqdan aloqasi bo'lmagan bir shaklda bu yerdagi Uyg'urlarni shu dafn marosimida kuch yiqib, shu yerda tizimlab o'ltirib ta'zim qilayotgan ko'rinishlarning bu 3 parcha surat mush shakldagi Xitoy tajovuzchilarining hamda mush darajada Uyg'urlarni mush darajada dafsanda qilishi, mush darajada kelishiga sizlar qanday qaraysiz, buni qanday tushunasiz buni? Bu endi bizning aqidamizga, bizning ming yillardan bir yetilgan bizning bir milliy ma'naviy qurilma manbaimizga bu yo'liqqan cho'ng bir kirish bu. Cho'ng bir siqilish, cho'ng bir fojia bu endi. Buni angsiz odamlar buni his qilib bo'lmaydi. Biz dinni balkim buni iymonni yangishlash yo bu dindan burilish desak yaqin boradigan gaplar bu. Endi xalqimizni Xitoylikqa qanday bo'lsa islomningki ta'sirini butkul yo'qotib, hamda bu dinni dinsizlashtirgan vaqti bu zaminni, bu ummatni, bu xalqni Xitoy bu yerda tinch tura oladiganligidek bir haqiqatni to'nib yetaylik Xitoy. Masalan, ichkirdagi Manju yoki Mo'ng'ol yoki boshqa asonliq millatlar o'zining tili bo'yicha ular bilan asrlardan beri tinch yashayotganligi faqat Xitoyga shu mayli uning ilgirki bilan 1-200 yillik tarixda Uyg'urlarla Xitoyga qarshilik bildirib, asosan %80-90% Xitoyga bo'lgan qarshilik Uyg'ur xalqidan kelganlik. Buni Xitoy islom dinidan ko'raylik buni hamda. Din aqidadan ko'raylik. Shuning uchun Xitoy hamda bizni ham shundaq balkim bu suratni men ko'rmadim, hamda shu suratni rost ko'rib, rost Uyg'urlar shu xildagi Xitoy dafn marosimlarida qatnashib, shu xildagi Xitoycha dafn marosim ishlarni shunday qabul qilgan, ya shuni aralashgan, ya shuni normal deb his qilgan bo'lsa, bu biz uchun zo'r bir fojia, tarixda zo'r bir yo'qolish, cho'ng bir azg'unlik bu. Biz darhol har bir Uyg'ur buning qattiq kalkasini silkib, bu darajada bu fojiaga qattiq o'zining maydonicha aqida iymoni bilan milliy islomiy kimligi bilan bunga javob qaytarmasa, biz mush ummatning navbat bundan keyingi avlodning biz munofiqi, xoin bo'lib chiqib qolamiz. Dinning sotqini bo'lib chiqib qolamiz. Hem şu Uygurlar xalqimiz bu mesele biz için zor fojia. Hem de şunun qattiq qabul qilmasligimiz,
biz bunun cenimiz, qenimiz bilen bunun karşı oturup biz bunu qattiq reddiya qilishimiz kerak. Endi bu qarindoshlarimiz bilmesden yoki mecburlash yoki bir şu Xitoyning balkim bu hamda Xitoy bir har xil o'yinlarni, mujdaq san'atlarni ishlab bizning psixik jihatdan bizga shunday zarba berib, ideya, e'tiqod, milliy islomiy kimlik, fikriy jihatdan tavrinish, bir psixik hujum qo'zg'ab bizni bir muqimsizlashtirish ro'yi jihatdan shunday bir qilgan bo'lishi mumkin. Ammo buning biz qat'iy buni qabul qilmasligimiz kerak, buning qat'iy tishtirnig'imizga qarshi turishimiz kerak. Bu ras ahvol bo'lsa, bu favqulodda zo'r fojia bo'ladi. Bunga biz sal qarasak bo'lmaydigan bir masala. Rahmat, nayt yaxshi javob berdi. Hamda oxirida sizlarga ma'lum Xitoy tajovuzchilari shu boy fidoyilar, ya'ni qonga hujum qilgan bu fidoyilarimizni tutimiz deb 56 kun 2 oyga yaqin necha 10 minglagan askarlar bilan emas, balki shu yerdagi yerlik 10 minglagan xalqni oldiga sepib turib, ularni majbur shu izlashga chiqarib turib izdigan bo'ldi. Eng oxirida shu vahshiylarcha o'zligidan taslim bo'lgan deb birisini e'lon qildi, hamda eng oxirida e'lon qilganda bu qanday taslim bo'ldi yoki tutib oldimi, bunisi bizga noma'lum. Shu o'zligidan birisi taslim bo'ldi deb Xitoy e'lon qilgan bir kishidan boshqa hech birini tirik qo'ymagan shaklda kichik bola, ayollar hammasini shu vahshiylarcha o'ldirib shahid qilgan bo'ldi hamda. Buni albatta Xitoy shu izlayotgan jarayonda 2 oyga yaqin jarayonda hech birisining bu izlash jarayonidagi suratlarni hech qaysini axborotga e'lon qilmagandi. Endi buni yo'qotib bo'lgandan keyin, bu ish tugagandan keyin endi Xitoy numus qilmasini yana shuni g'alaba deb e'lon qildi. Endi axborotlarda shu tog'liq rayonlarda qanday izlaganligini bilgan Xitoy endi bas-basda e'lon qilyapti endi. Va shu boy fidoyilarning shu birisi taslim bo'lgan shu birisininki so'ziga asosan uni so'roq qilish jarayonidagi bu boy fidoyilarning mingisi yuyilgan chet el tashkilotiga, chet radikal tashkilotlarga bog'langan kishilar bu deb hech qanday dalil ko'rsatmasdan buni ayta oldi Xitoy hamda. Shuni qanday qaraylar? Bo'lib shu mingisi yuyilgan degan iboralarga qanday qaraylar? Endi Xitoy buningda hozir yuqoridagi biz jiq söhbet deb o'tdik, boshqa axborot sohasida shu dadil to'g'ri fikr qildigan, shu Uyg'ur xalqining ustidan masalasida fikr qilayotgan xalqarodagi Yevropa, men O'rta Sharqda bo'lsin, men musulmon va g'ayrimusulmon bo'lsin, bularning axboroti ba'zi to'g'ri fikrlar berilyapti bizning bugungi ahvolimiz uchun. Endi bu mingiz yuyilgan degan bu gap Xitoyning bu bir o'ydirib yolg'on gapi. Endi bugungi kunda bizning mingiz echilgan, bizning haqiqatda mingiz echilgan deymiz endi. Amaliyotda Xitoyning dimdaliqidek Qurbonjon Sametdek, halqi atishtikalik kompartiya bayroqdaridek mandaq bir odamning haqiqatan buning mingiz yuyilgan, kallasi o'lgan bundaq odamning haqiqatan bular o'z kimligini yo'qotgan tirik burundigan odamlar bu. Turg'i qarshi Uyg'ur bo'lgan bilan, musulmon o'xshagan bilan u allaqachon tugashgan bir odamlar. Endi bu qarindoshlarimizning mingiz yuyilgan emas. Endi bular tunij yashayotgan bir odamlar. Endi shu Xitoyning bu chekidan oshgan zulm qirg'inchiligini mohiyatan, zohiran tunib yetib, buningga jon jahli bilan qarshilik bildirib o'tirib chiqqan fidokor azmatlar. Buni mingiz yuyilgan desak bo'lmaydi. Endi u bir amaliyat o'zining qavmi, o'z ummati, o'z xalqi, o'z vatani uchun jon berish, bu butun dunyo xalq e'tirof qiladigan zo'r bir buyuk bir ruh bu. Hech kim e'tirof qilmay turolmaydigan munozirasiz bir haqiqat. Masalan, Xitoyning nurg'un odamlari shu masalan o'tdiqamdi. Leyfing deydi, u deydi, bu deydi, Jungsunrun deb qo'ydi. Xitoyning tarixida nurg'un qahramonlar o'tgan. Xitoy uchun, kommunizm uchun, shu Xitoyning davlati uchun jon berganlar nayinchiq. Bizmi o'z vatanimiz, o'z dinimiz, xalqimiz, o'zimizning haq huquqimiz, izzatimiz, hurmatimiz uchun jon berish biz uchun musharraf. Chunki biz dunyo va oxiratda bu natijasini ko'ramiz. Xitoyning bu qip-qizil yolg'on gap.